Yusuf ya'ni Muhammad Yusuf ismining ma'nosi. Ushbu ism sohiblaridan biri Yaqub alayhissalomning sevimli o'g'li, pok sevgi va inson jamolining eng oliy namunasi, Allohga sadoqatda yagona, aqli raso, pokiza qalbli Yusuf alayhissalomdir. Shu o'rinda ism shaydolarga shuni eslatib o'tmoq darkorki, ulamolarimiz Qur'oni Karimning Yusuf surasi haqida uni jannat ahllari jannatda ham rohat bilan tilovat qilib yurishlarini, shuningdek har qanday g'am tashvishga botgan mahzun kishi bu surani eshitishi bilan orom osoyishtalik topishini aytganlar. Agar biz shu ishni mulohazalarimizni inobatga oladigan bo'lsak, Yusuf ismi uning lug'aviy ma'nosidan qat'iy nazar benazir ulug' ismlar sirasiga kiradi. Ismni ma'nosi. Bir manbada Yusuf qadimiy yahudiycha so'z bo'lib, oshirilgan, ko'paytirilgan, qobiliyatli, xususiyatli degan ma'noga ega deb izohlanadi. Ikkinchi manbada esa halollik, go'zallik ma'nosida kelgan. Ismni e'zozlash, hurmatlash va erkalash turlari: Yusufali, Yusufbek, Yusufboy, Yusufjon, Yusuf Akbar, Yusuf Muhammad, Yusuf Abar, Mirza Yusuf, Mir Yusuf, Yusufxon, Muhammad Yusuf, Yusufxo'ja, Shoh Yusuf degan ma'nolarni anglatadi. Siz o'z ismingiz ma'nosini bilasizmi? Agarda bilmasangiz, bizning kanalimizga kirib, o'z ismingiz ma'nosini to'liq bilib olishingiz mumkin. Sizni albatta kanalimizda kutamiz.